Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qandli diabet bilan yashayotgan millionlab odamlar qiladigan 5 ta xato haqida gaplashamiz. Ko'pchilik uchun bunday xatolar keyinchalik katta zararlarga, boshqa tana a'zolarini jarohatlanishiga va ularda yetishmovchiliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 70% qandli kasallikka chalingan bemorlar ushbu xatoliklarni qilishadi va keyinchalik bu o'zgarmas jarayonlarga olib keladi. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga bu xatoliklar qandayligini ko'rsatib beraman va ularni qanday qilib qilmaslikni va to'g'ri holatga keltirishni sizga sanab beraman. Qand miqdorini o'z vaqtida o'lchab yurish to'satdan har qanday muammolarga yoki kuchli o'zgarishlarga olib kelmaslikni oldini oladi. Keyingisi tanangizdagi ratsionni kuzatib borish. Ko'pchilik biladiki, qandli diabeti bor insonlar uglevodlarni, ayniqsa tanaga tez singadigan uglevodlarni kam miqdorda iste'mol qilish kerak. Kun davomida tartibli ovqatlanishga rioya qilish kerak va tanada kerakli, foydali oziqlar bilan to'ldirish kerak. Birinchi o'rinda oqsillarga e'tibor berishimiz kerak. Undan so'ng kam miqdorda foydali yog'larga va kam miqdorda sekin hazm bo'ladigan uglevodlar iste'mol qilishimiz kerak. Agar siz pala-parcha ovqatlansangiz va ovqatlanayotganingizda birinchi o'rinda shirinlikdan, muzqaymoqdan, gazli ichimliklardan boshlasangiz, tanada, qonda qand miqdori birdaniga balandlashib boshlaydi. Bu esa o'z navbatida qand miqdorini oshishi va siz o'zingizni nojoiz his qilishingizga olib keladi. Keyingisi, shifokor nazoratida turmasdan eshitgan foydali maslahatlarni, o'qigan qandaydir foydali tadbirlarni o'zida sinash va bu sizga foyda berishiga ishonch hosil qilish. Agar sizda qandli diabet bo'lsa, albatta siz o'z navbatida shu yo'nalish mutaxassislari bilan maslahatlashib, ular sizga bergan ko'rsatmalarni o'z vaqtida va to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Siz o'zingiz qandingizni davolab, uni miqdorini kamaytira olmaysiz. Keyingisi, agar sizlar qandli diabet bo'lsa, ko'pchilik insonlar holsizligi tufayli ko'proq yotishni, dam olishni xush ko'rishadi. Lekin biz bunday bemorlarga jismoniy harakatni ko'p miqdorda bajarishlarini, kun davomida ozgina jismoniy harakatni qo'shib borishni, hech bo'lmaganda kechki sayrlarni, tongda turib piyoda yurishni tavsiya qilamiz. Sababi qandli diabeti bor bemorlar albatta qancha harakat qilsa, ularda moddalar almashinuvi, hujayrada qandni shimib olishi shunchalik kuchayadi va harakat ularni holatiga ancha yordam beradi. Aksincha, agar siz yarim yotoqchilagan holda ovqatlansangiz yoki ovqatni yeb borib so'ngra birdaniga borib yotib olsangiz, moddalar almashinuvi ustiga yana ko'proq faoliyati buzilish jarayoni kuzatiladi. Bundan so'ng qand almashinuviga yana jigar almashinuvini buzilishi, yog'lar almashinuvini buzilishi, oqsil almashinuvini buzilishi qo'shiladi va bu jarayon yanada qiyinlashib boshlashadi. Keyingisi bu dori-darmonlarni noto'g'ri qabul qilish. Ba'zi insonlar dorilarga aniq va to'g'ri qarashmaydi va ularni qachon yodlariga kelganda yoki o'zlari xohlagan payti yoki bayramlarda umuman unutib qo'yib, diyetani buzib qo'yib, undan keyin birdaniga katta dozalarda ichsam o'zimni yaxshi his qilaman deya pala-partish miqdorda ichishni boshlashadi. Aslo bunday qilmang. Shifokor sizga yozib bergan dori-darmonlarni o'z vaqtida, kerakli dozalarda, o'z miqdorida doim tartibga asoslangan holda ichishingizni tavsiya beramiz. Bu dori-darmonlar qonni miqdorini muntazam va muallaq holda ushlab turishga sizga yordam beradi. Hamda tanadagi moddalar almashinuvi, hujayralarni ishlashi, qand miqdorini o'z vaqtida kamayib, hujayralarni ichiga yetib borishini ta'minlaydi va sizni sog'lig'ingizni uzoq yillar davomida ushlab turishga yordam beradi.
Aytib o'tganimizdek, bunday bemorlar uchun muntazam tekshiruvdan o'tish birinchi yordamlardan hisoblanadi. Aynan Davo klinikasida qandli diabeti bor bemorlar uchun diabetic check-up dasturi yo'lga qo'yilgan va bu sizni ko'rsatkichlaringizni o'z vaqtida to'g'ri aniqlashingizga yordam beradi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz.